Assalomu alaykum ahli mo'min musulmon bandalar, mana Hayit bayrami qilyapti. Falankan jiddiy muborak. إنه قوت يومه فكان رئيسا له الدنيا. Ana shu gapni biz qo'yibmiz. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom bu yerda 3 ta narsani sanab qo'ydi. Qaysi inson uyqudan uyg'onganida ko'nglida bir xayolda ko'zida muammo tug'ilmagan bo'lsa, xotirjamlik bo'lsa. Ikkinchisi, ularni o'rnidan turmoqchi bo'lganda tani joni salomat bo'lsa, ko'zi ko'ryapti, aqli ishlab turibdi, qulog'i eshitib turibdi, oyog'i egilyapti, beli ishlayapti, qo'li ishlayapti, oyog'i yuribdi. Bir joyda bir sanchi og'ib tushib qolgan, undan sonra oyog'i joyi yo'q. Xotirjam turyapti. Hammanglarga hayit bayram muborak bo'lsin, ro'za hayitlari. Musulmon do'stlarimiz, alhamdulillah, yurtimiz tinch, alhamdulillah, Allohga shukr. Hammamiz ro'za hayit namozi o'qiyapmiz. Andijon shahar jiddiy muborak masjidi mana. Mana shu insonga butun dunyodagi hamma mukofot, yaxshiliklar, ne'matlar to'kib berilgan bo'ladi deb Payg'ambarimiz biz qanaqamiz? Bizni bir kunlik emas, bir oylik emas, kelasi bir yillik, kelasi